Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bu devor loyihasi biz jamiyat va davlat o'rtasidagi shaffoflikni to'sib turgan nohaqlik, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuvi devorlarini o'rganishda va fosh qilishda davom etamiz. Energetika vazirligi tizimidagi hibslar va shov-shuvli surishtiruvlardan so'ng jamoatchilikda haqli savol tug'ildi. Bu tizimli korrupsiyaning ortida aslida kimlar turgan edi? Tezkor xabarlar va manbalar bu ildizlar Toshkent shahrining sobiq hokimi, milliarder Jahongir Ortiqxo'jayevga va uning energetika sohasidagi monopol o'yinlariga borib taqalishini ko'rsatmoqda. Bugun biz o'tmishga nazar tashlaymiz va Ortiqxo'jayevning saltanati qanday qurilgani, xalq hisobidan kimlar milliardlab dollar boylik orttirganini birma-bir ochib beramiz. ...2019 yilda Toshkent shahrida ommaviy snoslar va mahallalar o'rnida tijoriy obyektlar qurish avj olgan paytda sobiq hokim intervyularining birida butun tarmoqlarda trendga aylangan mashhur jumlasini aytgan edi. Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша. Любая бизнес хороша, если у тебя есть дух. Потому что у него духа нету. Смелости nету. Zabardast, baquvvat ekansiz. Bu iborat tez orada investorlar va quruvchilar manfaatini shahar aholisi huquqlaridan ustun qo'yishning va majburiy snoslarning beshafqat ramziga aylandi. Ammo O'zbekistonda monopoliya qilish va milliardlab dollarlik davlat buyurtmalarini qo'lga kiritish uchun faqat duh kifoyami? Yoki buning ortida mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, ochiq tenderlarni aylanib o'tish va shaffof bo'lmagan offshor sxemalari turadimi? Ortiqxo'jayev lavozimga tayinlanganida omma oldida menga davlatning puli kerak emas, men xalqning puliga ko'z olaytirmayman, o'ziga to'q va halol odamman degan bayonotlar bergan edi. Agar farzandlarimni nimaliga qolay, agar bir so'm pul xiyonat qilgan bo'lsam mamlakatda, shaharda. Замечательно, поразительно, geniально. Ammo xalqaro tashkilotlarning, jumladan Power Brevis va Open Democracy surishtiruv guruhlarining rasmiy reyestrlari asosidagi tahlillari shuni ko'rsatdiki, u hokimlik kursida o'tirgan yillarida Akfa va Artel imperiyasi davlat preferensiyalari va nol qiymatdagi aktivlar evaziga misli ko'rilmagan darajada boy edi. O'zbekistonning 2016-yildagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, mansabdor shaxs o'zi va oila a'zolari manfaatdor bo'lgan qarorlarni qabul qilishi to'g'ridan to'g'ri og'ir manfaatlar to'qnashuvidir. Ammo sobiq hokim uchun qonunlar shunchaki qog'ozdagi jumlalar edi. Shu bir narsaga hayronman. Xo'sh, sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya? Eng yirik manfaatlar to'qnashuvi 1 milliard 300 million dollarlik Toshkent City loyihasi va Alisher Navoiy nomidagi milliy park hududida sodir bo'ldi. Ortiqxo'jayev avvaliga Toshkent City davlat direksiyasi rahbari, so'ng shahar hokimi bo'ldi. U bir vaqtning o'zida ham davlat nomidan loyihani nazorat qildi, ham o'zining yaqin biznes sheriklariga eng qimmat lotlarni bepul va tendersiz topshirdi. 1, 5, 7 va 8 lotlar bosh pudratchisi Discover Invest mas'uliyat cheklangan jamiyati. Bu kompaniyaning 86% dan ortiq aksiyasi Abror G'aniyevga tegishli. G'aniyev Akfa guruhi rahbari va Ortiqxo'jayevning asosiy biznes sherigidir. Birinchi lot investori Highland City mas'uliyat cheklangan jamiyati eng yirik aksiyador 81.24% ulush bilan Ismoil Isroilov. U Ortiqxo'jayevga tegishli Akfa Engineering and Management kompaniyasi sobiq direktori. Milliy park mojarosi.
20 gektardan ortiq yashil maydon 49 yilga Stargate Systems firmasiga berib yuborildi. Bu firma Vazirlar Mahkamasi qarori chiqishidan bor yo'g'i 1 oy oldin tuzilgan. Muassislari Jahongir Ortiqxo'jayev 49,38% ulush. Abror G'aniyev 14,94% ulush. Va Shotlandiyadagi offshore tizilma. Haligi ertadan boshlab biznes qila olasizlarmi? Sog'liqni saqlashdagi sovg'a. Shoyxontohur tibbiyot kolleji binosi 0 qiymatda va barcha soliq bojxona imtiyozlari bilan Akfa Medline'ga berildi. Davlat tashalanib qolmaydi. Qaraveringlar. Kompaniya aksiyalarining 61.6% esa Ortiqxo'jayevning rafiqasi Nigoraxon Ortiqxo'jayevaga tegishli. Pullaringizni saqlab qolmoqchi bo'lsangiz, ularni xotiningizga bering. Endi esa xalqning cho'ntagini ochiqdan ochiq shilgan va milliardlab dollarlik davlat kreditlarini suvdek oqizgan eng yirik majburiy monopoliya aqlli hisoblagichlar sxemasiga to'xtalamiz. Xalqning cho'ntagini shilgan, ammo o'zi suvdan quruq chiqayotgan kim? Bu Toshkentning sobiq hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev va uning millionlab dollarlik aqlli gaz hisoblagichlari. Ortiqxo'jayev hokimlik kursisida o'tirgan paytida hech qanday halol raqobatsiz ochiqchasiga o'ziga aloqador bo'lgan Texnopark mas'uliyati cheklangan jamiyatiga davlat byudjetidan 4.6 trillion so'mni o'tkazib berdi. Davlatning 443 million dollarlik kreditini o'z kompaniyasiga olib bergan shaxsan Ortiqxo'jayevning o'zidir. Natijada nima bo'ldi? Ortiqxo'jayev xalqqa sifatsiz, yaroqsiz Osten hisoblagichlarini o'tkazdi. O'tkazilgan laboratoriya tekshiruvida bu hisoblagichlarning 88% yaroqsiz deb topildi. 1 millionga yaqin hisoblagich shunchaki o'chib qoldi. Kechirasizlar, namgarchilik uchun o'chib qoldi. Bu ham yetmagandek, Texnopark tenderda eskirib bo'lgan, yaqin orada o'chiriladigan 2G texnologiyali hisoblagichlarni o'tkazib yuborgan. Endi bu shohona xatoni yopish va tizimni qayta yo'lga qo'yish uchun yana 1 trillion 890 milliard so'm to'lanishi kerak. Shuncha pul? Ortiqxo'jayev qoldirgan bu meros sabab aholi bo'yniga 786 milliard so'mlik soxta qarz ilindi. Tabiiy gaz havoga uchib ketdi. Buning ustiga Italiya kompaniyasiga har yili serverlar uchun 960 ming yevro ulpon to'lanmoqda. Bu beboshlarcha qarorlar, sifatsiz mahsulot va trillionlab so'mlik zarar uchun Jahongir Ortiqxo'jayev qachon javob beradi? Xorij kreditini o'z imperiyasiga oqizganlar nega haligacha javobgarlikka tortilmadi? O'sha sudyalar meni changalimda. Surishtiruvlar shuni ko'rsatadiki, imperiya o'z izlarini yopish uchun Buyuk Britaniya, Shotlandiya va Singapurdagi Dartlex Impex, Winix Innovation, McMurray Management fiktiv offshore kompaniyalardan foydalangan. Korrupsion sxemalar fosh bo'la boshlagach, aksiyalar shoshilinch ravishda rafiqasi va nominal shaxslarga o'tkazilgan. Otasiga araz zavodi, onasiga kampir zavodi, opasiga kiyim fabrikasi. Ortiqxo'jayevning erkin matbuotga munosabati ham hammaning yodida. O'zing kuzatib qo'yasan, ha? Kuzatgandaki, mashina urib ketsinmi yo poyezd tagida qolsinmi? Uning monopoliyalarini tanqid qilgan jurnalistlarga qarata tarqalgan audio yozuvdagi "Men sizni 6 sekundda gey qilib yuboraman. Uyingizdagilar ko'chaga chiqa olmay qoladi" degan tahdidlari hokimiyatga mast bo'lgan shaxsning haqiqiy qiyofasi edi. Я могу это сделать. Что, мне трудно, что ли, вас объявить геем? Это легко. Легко. Свобода слова. Я за 6 секунд вас посажу на одну такси с геем, и все. Фотографируют, и вас объявляют геем. Bu o'zbilarmonlikning oqibati 2023 yilning yanvarida bo'y ko'rsatdi. Toshkentda anomal sovuq tushib,
kommunal tizim to'liq kollapsga uchradi. Aholi gaz, svet va issiqliksiz qoldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev uni lavozimidan sharmandalarcha bo'shatdi va quyidagicha baho berdi. Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda men ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on svodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men shu ishdan oldim. Men uni quruq gaplari uchun, yolg'on svodka bergani uchun, pastga tushmagani uchun, bu noinsofning oyog'i yerdan uzilgani uchun bo'shatdim. Bo'shatilganidan so'ng tarmoqlarda Ortiqxo'jayevning Toshkent aeroportida qochib ketayotganida ushlangani haqidagi xabarlar va videolar tarqaldi. Keyinchalik bu xabarlar rasman rad etilib, video arxivniki ekani aytilgan bo'lsa-da, Ortiqxo'jayev deputatlik daxlsizligidan mahrum bo'ldi. Qo'rg'onam yondi, omboram yondi, otlaringiz o'ldi. Ammo ming afsuski, trillionlab zarar yetkazilgan ushbu loyihalar bo'yicha unga nisbatan hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilmadi. Потому что у него духа нету. Смелости нету. Любая бизнес хороша, если у тебя есть дух degan jumla Ortiqxo'jayev talqinida xalqqa va qonunlarga hurmatsizlikni, monopoliya o'rnatishni va davlat byudjetini talashni anglatar edi. Lekin naqd pul bersanayotganinglarda pul jigardan bo'lgan. Sog'lom jamiyat va odil iqtisodiyot uchun duh emas, qonun ustuvorligi, shaffoflik va ochiq raqobat kerak. Xalqning rizqini qiyib, davlat qarzlari evaziga qurilgan imperiyalar hech qachon haqiqiy biznes bo'la olmaydi. Bu shunchaki korrupsiyaning niqoblangan shaklidir. Bu devor surishtiruv ko'rsatuvi edi. Biz haqiqatlarni yoritishda va korrupsiya devorlarini dars ketkazishda davom etamiz. Omon bo'ling.